Shodmon. Elmurod, qandaysan? Yaxshimisan? Esingdami? Rossiyaga bir kunda kelgandek. Esimda. Nima orttirding shuncha ishlab? Biror narsa orttirdingmi? Ishlab yuribmiz. Mana shu mashinani oldim-da. Shu mashina saniki?mi? Da. Pastidan olibsan-da, o'zingga o'xsham. Hozir. Mana katta mashinani oldim. Ha, yaxshi. Kattaroqda endi. Bu kichkina past bu. Bo'pti ko'rishamiz. Bo'pti. Ega past ekan mashinang. Bo'pti. Mayli, yaxshi bor. Извините, брат. Hozir moj друг uyoqda, потом ana qilamiz. Извините. Bu siz o'rtog'ingiz bo'ladimi? Ha, o'rtog'im. Siz o'zbekmisiz? O'zbekman. O'rtog'imni qayerdan taniysiz? U men bilan har doim Xitoyga borib turadi-yu. Shogirdim bo'ladi. Siz kimsiz? Men Mamayev shu Xitoydan tovarlarni olib kelib, Rossiyada marketplace'larda sotib, tovarni biznes, tuda. Achkida tanimaysiz, mashhursiz. Akajon, shu meni Xitoyga olib keting. Mana shu nanam zo'r mashina olay, jo'ramdan ham zo'r bo'lib ketay. Undan ham zo'r bo'lasiz, xudo xolasa. Xitoyga borgingiz kelyaptimi? Lekin pulim yo'q. Undan muammo yo'q, faqat bitta sharti bor. Nima shart? Hamma rasxodlarni o'zim ko'taraman, men bilan borsangiz bo'ldi. Sharti mana shu silkadan bitta o'tib qo'yasiz bo'ldi. Silkadan ro'yxatdan o'tsam bo'ldi, Xitoyga olib ketasizmi? Xitoyga ketamiz. Davay, olib keting. Lekin meni ham topishim yomon emas. Siznikidan katta mashinam bor, narx qo'yganman-da, parkovkada joy yo'qligiga. 500 rubl berolmaysizmi taksiga? Ha, sizni mashinangiz bor-ku? Bo'pti. Мои заработан потом и кровью. Деньги, I love you.